Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Allo, assalomu alaykum. Elyorbek, yaxshimisiz, omonmisiz? Yaxshi, rahmat. Biz sizga ayni daqiqalarda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Bugun Shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz ekan, shunaqami? Ha, shunaqa. Ayyomingiz muborak bo'lsin, ilohim hamisha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon yurishingiz tilakdoshimiz. Rahmat aytgansiz. Ilohim azizsiz. Bugun muborak kuningiz bilan sizni qutlayotgan aziz insonlaringiz sharofati bilan jonli efirda jonli qo'ng'iroqni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Bugun sizni muborak 25 yoshingiz bilan kanalimiz nomidan ham chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat, opa, sog' bo'linglar. Azizsiz albatta, barchasiga ajoyib tilaklarni, ajoyib tabrikni tinglashga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Yashang, tinglab turasiz, ajoyib tilaklar aynan sizga yetargan. Erkakning yoshini to'kmagan hayot, erkak g'ururiga tegmagan hayot. Xudoga egilsan boshqa birovga, erkakning boshini egmagan hayot. Mishmishlar yomondir, yolg'on rosti bor. Odamlar turfa xil, mard nokasti bor. Umr o'taverar, baland pasti bor. Erkakning boshini egmagan hayot. Tashvishlar o'rtaga sinov solmasin. Molini olsa ham qadrini olmasin. Odamga odamning kuni qolmasin. Erkakning boshini egmagan hayot. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribon ukajonim. Mening jiyanim, bugun sening hayotingdagi eng muhim kunlardan biri tavallud ayyomingdir. Sen ulg'ayib, oqil, bardam, o'z orzulari sari qat'iyat bilan intilayotgan chinakam yigitga aylanding. Yoshing katta bo'lgandir, lekin qalbingdagi beg'ubor mehr va sabr hamda hayotga muhabbat hech qachon so'nmasin. Men uchun sen hayotimda eng katta orzu va g'ururimning yorqin yulduzisan. Senga yorug' baxt, mustahkam sog'lik va umringga fayz barokat tilayman. Har bir bosgan qadamingda Alloh seni asrasin, yo'llaringni nurli qilsin. Qiyinchiliklar oldida hech qachon chekinmagin, orzularing sari dadil yurgin. Sening orzularing bizning quvonchimiz va bizning baxtimizdir. Senga bitmas tugamas kuch-quvvat, orzularingga yetadigan sabr, dunyoni zabt etadigan iymon va yuragingni to'ldiradigan sevgilar tilayman. Sen bilan doim faxrlanaman. Seni doim duo qilaman. Ayyoming muborak bo'lsin, yuragimning iftixori deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat, opa. Azizsiz albatta. Bunday chiroyli tabrikni kim yo'llaganini bildingiz, to'g'rimi? O'ylanib qoldim, to'g'risi oxiriga. Nega? Endi uydagilar bo'lishi mumkin, qarindosh o'rganiz bo'lishi mumkin. Albatta, sizni barcha yaqinlaringiz qadrlashadi, e'zozlashadi, buni bilamiz. Ammo bizga tabrik yo'llashga muvaffaq bo'lgan mehribon yaqiningiz bor. Ular ajoyib mana shunday chiroyli tilaklarni biz orqali yo'llamoqdalar. O'zim aytib qo'ya qolaymikin ekanini. Ammam bo'lishi mumkin. Ammangiz? Yana adashdim. Ha, adashdingiz yana. Kim ekan, opa? O'zim aytib qo'ya qolay, to'g'rimi? Aytavering-chi. Sizni chin dildan yaxshi ko'rib, o'z ukasidek qadrlovchi, erkalatib jiyanim deb murojaat qilguvchi, siz kabi musofirda yurgan Bekzod akangiz yo'llamoqdalar. Rahmat. O'kishda tabrik kutmagansiz. Kutmoqdamlar ekan. Albatta. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Ajoyib tilaklarni aynan sizga biz orqali yo'llashga qaror qilibdilar va biz ham imkon qadar ular kabi yetkiza olmasak-da sizga chiroyli tabrikni chiroyli tarzda eshittirishga harakat qilmoqdamiz. Rahmat, o'zi ham safarda yuribdi, endi oldin SMS yozib olgan ekan, aka imkon qilaman degandim. Sizniki chog'ib qoldi.
Albatta sizga qo'ng'iroq qildim, Telegramdan ham bog'lanishga harakat qildim, olmadingiz. WhatsAppdan amallab sizni topib oldimda, WhatsAppdan qo'ng'iroq qildim, u bilan Allohga beadad shukrlar bo'lsin, niyatimiz sof ekan. Bekzod akani ham chin dildan harakat qilganliklarini Allohim ko'rib turibdi va ajoyib tabrikni sizga yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Rahmat, opa sog' bo'linglar, charchamanglar. Albatta. Degan rahmat kuch bo'lsin. Ilohim, Alloh bo'lsin. Rahmat, xursand bo'ldim. yashang. Akangizni siz ham yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Ay, bo'lmasam-chi. Mehribon akangizga sizni ham iliq tilaklaringiz bordir axir. Baxtimizga sog' bo'lsin, u ham safarda yuribdi, omadini bersin. Kecha ancha gaplashdim, ancha urib qoldim. Ham qo'shni, ham ovajon deymiz. Rahmat, sog' bo'lsin ota-onasini baxtiga. Ilohim, Oila a'zolarining baxtiga sog' bo'lsin. yashang. Yaxshi kunda ko'rishaylik opa. Ilohim, Rahmat sizlarga. aytganingiz kelsin. Allohning panohida bo'ling, siz ham barcha musofirda yurgan yurtdoshlarimiz kabi. Siz ham Bekzod akani ham Alloh panohida asrasin, o'rtangizdagi oqibat rishtalari bardavom bo'lsin va ko'z tegmasin. Sizni yana bir bor yaqinimga tabrik kanali jamoa a'zolari nomidan hamda Kamina boshlovchi Niloya bugungi ayyomingiz bilan yana bir bor Bekzod akangizga qo'shib tabriklaymiz. Rahmat, Xo'p opa. bo'ladi. Mayli, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, asrang avaylang. Qolgani bekor. Xo'p bo'ladi, omon bo'lasiz. Sog' bo'ling, xo'p. Yaqinimga tabrik kanalining ilk qo'ng'irog'i musofirda yurgan, Koreya davlatida yurgan Elyorbek ukamizga atalgan edi. Ushbu ajoyib tabrikni aynan akalari Bekzod aka musofir davlatda yurgan bizning nima deydi? Doimo tabriklarimizda o'z yaqinlarini xursand qilib kelguvchi Bekzod aka jiyanlarini bugun tabriklamoqdalar. Biz ham Elyorbekka uzoq umr tilaymiz, yana bir bor o'zini ehtiyot qilsin, hamisha yaqinlari baxtiga sog'-omon bo'lsin. Ortidagi akasi bilan mehr oqibat rishtalari bardavom bo'lsin. Yaqinimga tabrik kanali sizlar bilan bo'ldi. Va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya barchangizni imkon qadar qalbingizdan joy olishga, xonadoningizga iliq niyatlar olib kirishga astoydil harakat qilguvchi jamoa a'zolarimiz bilan barchangizni qadrlaymiz, omon bo'ling.